Men Müşk yigit. Men Müşk yapılan kız. Men Potmuçuk balvan. Biz yolga chiqdik. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来，这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，西凉世纪。Oxirni qandoq tushirishni bilmayman. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash kiyimli xizmatlar. Müşk yapılan qiz bilan chaqmoq zarbisidan sayohatdi. Mening toqatim toq bo'ldi. Yana 2 oy kitob o'qiydigan bo'ldik qanday? Sen qaysi kitobni ko'makchi Emma? Emma! Ha? Men Jalibkor chaqmoq polvonni ko'ryapman. Emma doim mushundoq kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. U karate azmatlariga bakli herisman. Albatta, u tarixdan bu yoqqa eng ulug' qaltis qahramon. Men uningdek bo'lishni orzu qilaman. Uni nimaga yoqtirdigan sen? Hatto uchishni bilmasa. Men oningdan yaxshi bo'lgan Müşk yapılan iqtidorga ega birsini bilaman. Siz qaranglar. Bizning kitoblarimizga zodi nima bo'ldi? Qaranglar. Ha? Bu odam kim o? Biz yana hikoya so'zimizga bo'lmaydi. Endi biz kiradigan kitob yo'q bo'ldi. Barliq kitoblar yo'qolib ketibdi. Shu emasmi? Faqat Romeoning kitoblarini eshib qolibdi. Mayli, uni nima qilsin, biz cho'qim uni to'sishimiz kerak. Jalibkor chaqmoq polvonning o'ynari chaqmoq zarbisi orqali uning taqobil turish kerak. Solga birini tepib, o'ngga birini tepib, asta. Bo'lmasa, o'zingning darajadan tashqari iqtidoringni ishlatib sinab boqqan. Ansirmanglar, men uni tez ishlataman. Uxlash kiyimlik azmatlar, biz atlanaylik. Suv kechiga qizimiz dunyoni. Har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Ko'ray bo'lsa. Men Potmuçuk polvon. Kondo bo'lsa. Men Müşk yigit. Emma bo'lsa. Men Müşk yapılan qiz. Biz uxlash kiyimlik azmatlar. Bo'ldi. Biz endi Romeoni izlaylik. Derhal harakatlanaylik. Biz bir kutqan mashinasiga o'ltiraylik. Shunda biz osmonga chiqib uni izlab topa olamiz. To'g'rimi Müşk yapılan qiz? Müşk yapılan qiz. Müşk yapılan qiz bek oldirashgan. Uning bir kutqan mashinasini o'ynagandek vaqti yo'q. Yana o'zimning Müşk mashinasini hayday. Müşk yapılan qiz. Men chaqmoq polvonning o'ynarini ko'z tutishga aldirib ketyapman. O'zingni kichik mingizlik chiroyli hayvon deb o'ylaysan, to'g'rimi? Lekin men sendimi chiroyli birisining borlig'ini bilaman. Ha. Nihoyat tezda hamma yerda mening suyurtim bor bo'ladi. Avval mush kitoblardan boshlay. Qarmoqqa to'limi suyimlikkansan xo'jayin. Hamma odam seni hukmronligingga bo'ysunadi. Ular shunday qiladi, uni ustiga ularning boshqa amali yo'q. Biz kitobni ko'proq chiqiraylik. Romeo nerede du? Sen ötkür gözünü işiltip izlep bak. Hacet yok Potmuçuk polvon. Men o'zimdagi chaqmoq polvonning alohida iqtidorini ishlataman. Jalibkor chaqmoq polvonni o'ylab boqay. Jalibkor chaqmoq polvonni o'ylab boqay. To'g'ri. U bizga nereden izlaydiganligimizni deb berdi. Biz faqat obdonroq o'ylab boqsak bo'ladi. Ammo bu faqat rasmli kitoblarda yuz berdi. Men uzun qulqum yana bir narsani olganda qildi. U Romeoning kulgisiga. Yaxshi qilding mening qaytishim mashina odimim. Uxlash kiyimlik azmatlar. Seherxanda Romeo, sen nimishqa bizning hamma kitoblarimizni buzuytsan? U kitoblar bek qiziqarli edi. Yo'q, undaq emas. Men ozroqmi yoqtirmayman. Men o'zimning suratini ko'rishni texmi yoqtiraman. Nima? Sen qiziqarli kitob ko'rishing kerakmi? Sen Jalibkor chaqmoq polvon degan. Mumkin emas. Ularni sandiqqa solib qo'y mashina odam. Romeo hamma kitoblarni ep ketibdi. Men Jalibkor chaqmoq polvonning o'ynarini ish qilsalay. Tepaman, uraman. Qalbiga qaraganda mag'lubiyatdan ko'pkan Müşk yapılan qiz. O'z hunaringdan bir masala chiqdimi qandoq? Masala chiqmadi.
Biroq men uni o'rganalsam, jalibkor chaqmoq polvonning uyini Romeoni chechtalaydi. Bo'ldi, o'ylab baqayli. Romeo amdi nega bordigandi? Shuncha ko'p kitob nega ketgandi? Shahar kutubxona. U beklar yozilgan. U yerda dunyodagi eng qimmat kitoblar bor. Biz chuqur uni to'sishimiz kerak. Ish yo'qlar qiz, chopsan bo'l. Bo'lmasa Romeo kutubxonadagi jalibkor chaqmoq polvonning barliq kitoblarini o'g'irlab ketadi. Yaxshi qildiq mening ketishma mashina adimim. Nihoyat tezda shahardagi kitobning hammasi mening bo'ladi. Sen mening eng yaxshi kashfiyatlarimning biri. Rahmat sizga xo'jayin. Men Romeoga amroq. Romeo degan bir talant egisi. Eng oxirgi bekat kutubxona. Bek yaxshi bo'ldi. Eshik tex taqoq ekan. Romeo tex bu yerga kelmabdi. Patminchi polvon, sen ustiga yomishib chiq. Men mashina odamning putini tutib olganda sen sakrab tushib uni ustiga yiqitayotgan. Bo'ladi, mushuk yigit. Darijdan tashqari magnit taqsa. Darijdan tashqari patminchi polvonning yoshirni shunri. Haros, o'tkir ko'zingni shiltib ularning narligiga qarab baqqan. Bu bekli muhim. Xotirjam bo'l, mushuk yigit, hozirla boshlayman. Tangda supurgi qonati. Bo'ldi, signalingni kutaman. Jalibkor chaqmoq polvon shaharni nazorat qilmoqda. O yiliq askarlikni hargizmi nazardan saqit qilmaydi. Uning chaqmoq zarbisi tangdaksizdir. Uraman, tepaman. Men qila oladim. Yo'q. Yo'q. Uni ko'may qoptiman. Ularga signal avatishim kerak edi. Mashina odam keldi. Mashina odam keldi. Nefes ilvog'in patminchi polvon. Meni tez qo'yib, u yo'g'on bosh. Meni tez qo'yib. Polvon, darijadan tashqari ushqun mushuk. Acaba bu eski mashina odam Oslanchoqning qadamlarini to'sib qo'ydimi? Ularni bog'lab qo'y. Ansirmanglar, jalibkor chaqmoq polvon sizlarni U qutqizadi. haqiqiy botirning hunari emas. U degan rasmli kitob xolos. Jalibkor chaqmoq polvon, tepaman, uraman. Qani hujum qilmamsan, mushuk yopiloq qiz. Endi seni bir taraf qiladigan vaqt bo'ldi. Mashina odam. Yo'q, meni qo'yib. Yo'q, qarg'a kelmaydigan chaqmoq zarbisi. Mushuk yopiloq qiz, chatoq yo'qdi. Chatoq yo'q, to'limi hijilman. Nemishqim jalibkor chaqmoq polvon bo'laman degandiman. Men degan mushuk yopiloq qiz Romeo shahardagi eng qimmatli kitoblarni yeb ketdi. Kitob qo'limga tushdi. Uni ustiga mening suyurtim nihoyat tezda ularning o'rnini oladi. Tez bo'linglar, uni qo'g'layli. Biz mushuk mashinasiga o'ltirib sana yetishib olamiz. Bo'ladi. Biroq bu qayerdan men o'zimning mushuk yopiloq alayda iqtidorni ish qilsalaman. Uxlash kiyimlik azmatlar o'tirg'i chiqdi. U nimishqa jalibkor chaqmoq polvonning kitobini ilib oladi. O'tkir kes. Yaxshi, ko'nglim to'yib turadi. Sen oxiyatgansan. Mushuk mashina, yoshirinib ol. Dal vaqtida keldinglar. Buni ola, endi avi ishki daraxtning keyniga o'tib, uni daraxt ichin bog'la. Yerga yaqin qilib bog'lag'ana Romeoni to'sish uchun avval uning mashina odamini to'sishimiz kerak. Endi qanday qilamiz? Endi xislatlik mushuk yopiloq qiz o'zining alayda iqtidorini ish qilsa oladi. Oldi bilan burkutning qanot yeyishi. Keyingisi o'tkir kes. Men qara Romeo, sen texmen eng yaxshi ko'rgan kitobni olamiding. Nima? Uni to't mashinada. Texmi kuchimisan bo'lmaydi. Kitobni menga ber. To'xta. Hay, kelib olmamsan. Medirlama. Bir sekundgacha medirlamay jim tur. Mashina odam, tez uni tutib ol. Dalsan, yo'q. Yo'q, mashinada to'xtab tur, to'xta. Jalibkor chaqmoq polvonning kitobi yana asqatdi. Ko'zingni och, u yo'g'on bash mitdi. Rahmat sizga xo'jayin.
Men ko'p yaxshi bo'lib qoldim. Nima? Mushuk yapılaq qiz sening xo'jayining emas, sening xo'jayining men. Mushuk yapaloq qiz degan bir talatligiz. Bu ish meningcha mundaq. Mashina odam yiqilib tushgandan keyin aqlliq bo'lib ketgan o'xshaydi. Shu emasmi? Nayt yaxshi mashina odam, endi o eski odamni tutib biz bilan birlikka. Meni tez qo'yib. Biz bu kitoblarni asl holatiga qaytaraylik. Bekmi qaltış bo'ldi. Bu mening hikoya kitobim. Ha. Jalibkor chaqmoq polvonning bu kitobi o'ylaganimdek uncha nachar emas ekan. Romeo, sen mi kitob ko'rishni yoqtiramsan? Nima? Yo'q. Jalibkor chaqmoq polvon. Tepiman, o'raman. Gerçi sizlar mening bu qitimqi planimga buzg'unchilik qilgan bo'lsanglarmi, biroq men yana qaytib kelaman. Romeo, u qochib ketdi. Men uni tuta olmayman. Nima? Mashina odamini tutadigan bo'ldi. Endi biz bu kitoblarni asliga keltiraylik. To'g'ri. Shundalik ko'pchilik o'z yaxshi ko'rgan kitoblarni qaytadan ko'ra oladi. Bosh kiyimlik asmatlar, birlikda tantana qilaylik. Har bir tunda kechida qizimiz dunyoni. Bek yaxshi bo'ldi. Bizning kitobimiz qaytib ketdi. Biz oxiri hikoya so'zlayoladigan bo'ldik. Qaranglar, bu yerda Jalibkor chaqmoq polvonning kitobi bor ekan. O kitobni ko'rgan bormi? Yo'q. Bugun men bu kitobni ko'raman. Mazmuni mushuk yapaloqqa munosabatlik.